$845 litsenziyali tur firma Hikmat Travel yaqinli $845 ablaha. 800. Xudo xolasa videoda ko'rib tursa, bugun juda katta yangiliklar. Sentyabr oyiga Vodiydan, Toshkentdan reyslarni ochganmiz. Videoda to'liq ko'rib tursa, oxirigacha ko'rib tursa, to'liq ma'lumotni beramiz. Hamma ma'lumot beriladi. Necha kun bo'ladi? Sentyabrga necha pul, oktyabr necha pul, hammasini beramiz. Hamma ma'lumotlar beriladi. Yaqinda yaxshi kayfiyatdalar, choy, kofelarni damlab olinglar, video rolikni boshlaymiz. Xo'p, 14 kunlik bir paketimiz bo'ladi. 14 kunlik standart paket. Standart ekonom bas. Yo'q, ekonom bas. Xo'p, Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gaz sinsamizak. Madinada 2 kecha-yu 1 kun, 3 kun Madina bo'ladi. 3 kun. Xo'p, 2 mahal o'zimizning milliy taom Vodiydan borgan pullar ovqat berishadi. 2 mahal bo'ladi. 2 mahal. Nonishtani misol o'zlari. Avvalisa bo'ladi. Mayda-chuydalar avvalisa bo'ladi. Shunaqa, misol uchun qand qurs deydimi? Bir nomni boshqami olinsa, Makkada 3 mahal bo'ladi. Makka Mukarramada 3 mahal bo'ladi. 3 mahal. Xudo xolasa Madina Munavvarada Xurmo bog'i, Uhud tog'i aka, 5-6 dan ortiq ziyoratlar, Ravza aka. Ravzaga olib kirish. Qur'on bosmaxonasiga ham endi 50% odam bor kiryapti. Olib kiryapti 50 boshida. Yana bitta narsa shu joyda eslatma qo'shimcha qilaman. Qur'on bosmaxonasini vyhodnoy kunlariga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Chunki Madinada oz kun bo'linadi. Shu uchun kirish-kirmaslik shunga ham bog'liq narsa, to'g'rimi? Xudo xolasa Ravzalarga misol 95% odam inshaalloh kiryapti. Misol 100% ham desak bo'laveradi. Misol bitta jalva bo'lgani yo'q. Ravza inshaalloh olib kiryapmiz. Videoda to'liq ko'rib turibsiz, sentyabr oyiga ham katta reyslar ochganmiz aka. O'shunday ma'lumotni beramiz. Xo'p, Makka Mukarramada aka. Xudo xolasa 800 metrdan 2 kilometrgacha gaz. 2 kilometrgacha gaz. 24 soat avtobus xizmati bor. Avtobus qatnab turadi yaqinlar, bir xilda, bepul, hammasi o'sha nimani ichida, to'lovni ichida. To'lovni ichida bo'ladi. Mana shu yerda gapirib o'tib ketaylik, reyslarimiz to'g'ridan to'g'ri. To'g'ridan to'g'ri reys. Persatga, mersatga yo'q. Endi aynalib o'tadi misol. Urush bo'layotgan hisobga aynalib o'tadi, samolyotdan tushish boshqa bo'lmaydi. Misol uchun 5 soatda, 6 soatda yetadi. Ya'ni 5,5-6 soatda yetib boriladi. Hozir arzon deb qo'ydi, ya'ni ko'pchilik sabrsiz podpischilarimiz, sabrsiz tomoshabinlarimiz anaqa bo'lishi mumkin-da. Bunda persat kabilandir, boshqadir. Shu uchun arzon degan fikrga bormanglar. Standart paket, to'g'ridan to'g'ri reys. Makka Mukarramada necha kun bo'lishadi? Makka Mukarramada 11 kun. 11 kun bo'lishadi. Hatto ham milliy taomlar. O'zimizning milliy taomlar berishadi. Har doim aytyapman, to'g'risi. Gapingiz bo'ldi o'rta. Har doim aytyapmiz. Ko'pchilik aytadi-da, misol o'zimga aytganlar bo'ldi, ya'ni aka borgandan keyin ovqat bilan ishing bo'lmasin, nimaga ketyapsan o'zi, ovqat birinchi o'rindami sanga degan ko'p gaplar bo'lyapti. Men o'zim eshitayotgan narsalarim yo'q. Ibodatga quvvat kerak bo'ladi. Quvvat kerak bo'ladi. Shuning uchun milliy taomlar, o'zimiz ovqatlarni Vodiydan borgan pullar. Keyin aka misol ovqat biz misol paketimizni hammasini misol yoritamiz. Mahrum kelgan odam misol ovqatni yesin, bo'lmasa misol ibodat qilishaversin. Masalan, muammosi yo'q masalan. Endi biz o'zimizni misol paket, to'liq paketimizni misol odamga tushuntirish kerak. Yoritib berilyapti, xolos. Ma'lumot berilyapti misol. Xolasa Qizil dengizga borsin misol. Qizil dengiz ham bor aka ichida-da. Misol yo'q, menga dengiz kerak bas masalan. Men ibodatga boraman desa, boraveradi. Muammosi yo'q. Hech kim majburlashmaydi. Majburlamaydi. Misol bir xilga odam misol ertalab Bondoddan asrgacha misol haramda o'tirishi mumkin. Abedga kelmay qo'yaversin misol. Xollasa kelsin. Uni muammosi yo'q. Unaqa muammo yo'q. Biz endi o'zimizda bor narsalar to'liq ma'lumotimizni misol chiroyli qilib yoritib berishimiz kerak. Misol obunachilarga o'shuni hisobi bor. Misol borib kelganlar yozinglar kommentariyaga. Ko'pchilik yozyapti, men xursandman. Rahmat, borib keldim. Yo'q, bunaqangiz kam ekan deb yozsangiz, inshaalloh to'g'rilaymiz. Nimadan ham men qiziq bo'lgan joyi hammadan ham misol o'tgan yil fevralda borganlar yozyapti, noyabr oyida borganlar yozyapti. Hali haqiqatan borib kelganlar bizni kuzatayotganidan ham xursandmiz. Xursandmiz. Chunki ular nimaga kuzatyapti, bular nima beryapti ekan deyapti. Balki skidka bo'lsa, boshqa bo'lsa borib borishadi. Endi aka misol o'sha yaxshi borib kelganidan kuzatadi-da. Hatto yomon borib kelsa kuzatadi. Kuzatmaydi. Telefon nomeri kamaytirib chiqaveradi. Misol bizni narximiz qulayligi uchun kuzatadi aka. Narx juda ham qulay. Misol mana o'sha misol ishonmasdan borib kelgan boshqa bo'lgan o'sha $1100 paket bilan bir xil bo'lgani uchun kuzatadi-da aka. Kuzatadi. Misol to'g'risida. Shu tomoni bor, tan olish kerak. Endi yana bitta narsaga oydinlik kiritamiz. Arzon bo'lib nimaga arzon? Nimasidir kammi, nimasidir yo'nilganmi, nimadandir chegarilganmi degan narsalar bo'ladi. Nimaga arzonligini ayting. Endi biz asosiy xudo xolasa aka birinchi qo'l biz. Birinchi qo'l avion bor. Inshaalloh avion bor o'ziga yarasha. Misol mana bugun ham eng kamida Farg'onadan 15 ta
o'zimiz obunachilar jo'natdik. Jo'natdi, Inshaalloh. Xudo xolasa. Borib kelishyapti. Ha, misol shu borganlar, misol uydagilarini jo'natganlar ko'rayotgan bo'lsa, bugun Farg'onadan yozinglar kommentariyaga, misol. Shunaqa. O'shini hisobiga, xudo xolasa, ob'yomni 50 hisobiga, birinchi boshlari, qo'lligimizni hisobiga olamiz. birinchi qo'lini hisobiga arzon. Keyin aka bizda misol to'lov usullari ham zo'r. Hozir aytib beraman gap. 50 boshlar tanishtirib, chiroyli qilib kirgizib yubordik. Aha, 50 boshlar bilan birga Telegram gruppalarini, ikkita 50 bosh qo'ydi, ikkosida ketishdi. Telegram gruppalarini oila a'zolariga olib berdim. Mana shu yerdan kuzatib turinglar, shunaqa bo'ladi. Chiroyli qilib misol jo'natdik. Kecha Toshkentdan jo'natdik aka. Misol. Xudo xolasa, keyin bizda to'lovlar aka, xolasa aeroportda to'lasin, xolasa ofisga kelib to'lasin, xolasa uchayotgan kuni misol bileti, vizasi, beji hamma yo'g'ini olgandan keyin to'lov qilsin. Xolasa joy emas. bankdan to'lov qilib bersin. O'ziga qulay, muammosi yo'q misol. Unisidan muammo qolmaydi. Misol qo'shni Tojikiston, Qirg'izistondan ko'rayotganlar bor, misol Qoraqalpoqdan ko'rayotganlar bor. Bemalol misol aloqaga chiqishaveradi ular ham. Bularga ham shunaqa aka. Shunaqa. Bir kun oldin kelishadi, gastinisaga joylaymiz. Gastiniса bonus sifatida beramiz. Beriladi, yaqinlar. Mana shu ham juda ham katta narsa o'zi, aslida. Lekin hammani sharoiti har xil. Agarda biz o'sha mehmonxonani bonus sifatida qo'shib bermasak, o'sha reysga taqab keladiganlar. Kech qoladi. Kech qolishi mumkin, charchagan holatda bo'ladi. Yo'q, endi aka keyin misol mana Tojikiston, Qirg'izistondan ko'rayotganlar, aka, men nimaga buni bepul qilganman? 12 soat, 10 soat yurish kerak eng kamida aka. Men nimaga bir kun oldin kelsa damini oladi, tahoratini qiladi, g'usulini qiladi misol aka. Poklanib, chiroyli bo'lib chiqadi. Men o'shani tarafdoriman. Misol Madinai Munavvaraga yo Makka Mukarramaga ketayotganda chiroyli bo'lib ketsin. Degan holatda aka. Shunaqa, misol uchun endi 3-4 so'm pul ketadi, ketmaydi bas, lekin o'sha odamlar uchun ancha hojati chiqadi. Hojati chiqadi, barakasini beraveradi. Xuddi shu narsa hisobga olingan. Xo'p, endi reyslarimiz Toshkentdan mana bugun 22-chi, xudo xolasa bugun qo'yamizmi videoni inshaalloh. Bugun qo'ysak 22-dan 31-gacha reysimiz bor har kuni deyarli inshaalloh. Vizalari bo'lsa $845, vizalari yo'q bo'lsa $945 qilib belgiladi aka. $845. Agar endi yana bitta joyda eslatib o'tib ketish kerak, har xil odam ko'radi, boshqa bo'ladi. Viza 1 yilga amal qiladi. 1 yilga amal qiladi. Misol uchun 3 oylik bo'lmaydi. 3 oylik bo'lmaydi. Misol bemalol 3 oylik bo'ladi, 90 kun yurasiz. 90 kun yurish. Bittada borganingizda. 90 kun yuraverasiz. Agar endi ko'pchilik misol 14 kun, 20 kunda qaytib kelganda, o'shani hisobiga vizasi ishlayveradi. Keyingisi ishlayveradi. Agarda borib kelganlar bo'lsa, pasportlarini tashlatsa, ko'rib, tekshirib, hamma yo'qni qilib beradi. Tekshirib beriladi. Xo'p, endi sanalarga o'tamiz. Sanalar aka, 22-dan 30-gacha har kuni reysimiz bor. Kunda reyslar bor. Xo'p, hozir aytayotgan reysimiz Toshkent, Jidda, Toshkent, Madina reyslarimiz har kuni bor inshaalloh. Madina deyarli orada bo'ladi. Buni qo'yib beraveramiz. Jidda reyslarimiz bor inshaalloh. Xo'p, narxi o'sha $845 vizalari bo'lsa, vizalari yo'q bo'lsa $945. Xo'p, Farg'ona, Vodiy, Namangan, Andijondan eng yaqin sanalar aka. 26-ga bor. Namangan, Madina. Inshaalloh 50 boshi birla borib birla keladi. Buni narxi aka $975. Vizalari bo'lsa $875 aka. Inshaalloh. Vizalar ham bo'lsa, ozroq tushadi albatta. Farg'ona bor. Farg'onadan xudo xolasa inshaalloh Farg'ona 29-ga bor. 29-ga Farg'onadan. Farg'onadan 29-ga bor inshaalloh. Farg'ona Madina uchadi 29-ga. To'g'ri Madinaga qo'nadi. Bu ham o'sha bir xil narxi. $975 qilib belgiladi. Xudo xolasa inshaalloh. 29 bor Farg'ona, Madina. Xo'p, aka, Toshkentda aytdik. Uzr endi obunachilar jitcha mana qo'shnisini jonli bo'layotganda sababidan xolos. Farg'onadan 5-chi, 12-chi, 19-chi, 26-sentyabrga bor reyslar. Aka, reyslarimiz $975 qilib belgiladi. Bu degani aka, o'tgan yil ham bunaqani $1050 sotganmiz. Shu paytda, sezon payt, hozir bron qilishsa, misol videoda ko'rib, faqat pasportlarni tashlashadi bo'ldi. Oldindan pul kerak emas. Bron qilish deganda oldindan pul olish boshqa nazarda tutiladi. Inshaalloh o'sha paytda kelishsa bo'ldi. Kelberasiz. Muammosi yo'q. Xudo xolasa 5-chi, 12-chi, 19-chi, 26-sentyabrga aka. Farg'onadan. Farg'ona Madina uchadi inshaalloh. Xo'p, Toshkentdan 1-dan boshlab xudo xolasa 30-gacha sentyabr reyslarimiz bor.
Misol birinchi bor, 3 bor, 7 bor, 5 bor oralatib bor. Telefon qilsa to'liq ma'lumotini beramiz. Birinchidan narxlarimiz xo'p, inshaalloh $965 qilib belgiladik. Sentyabr oyida vizalari bo'lsa $865. Buni sentyabrda o'tgan yili $150 chiqarganmiz. Sotilgan. Hozir chegirmada, misol sentyabr boshida borsa, havolar ham vashshi zo'r bo'lib qoldi aka. Xo'p, aka, Toshkentda aytdim aka. Farg'ona, Jidda yana. Madinani aytganingda, Farg'ona, Jidda 17-24 bor. Jiddaga qo'nadi. Jiddaga qo'nadi, Jiddadan qaytadi. Qaytadi. Kimgadir shu qulay bo'lsa, shuni olsalar ham bo'ladi. Namangan, Madina bor aka. 3-chi, 10-chi, 17-chi, 24-chi, 30-chi. Madinada. Namangan, Madina vodiyliklar uchun bu. Vodiyliklar uchun yaxshi qulay. Endi hammada sharoit har xil. Namangan, Madina $975 qilib $975. Endi aytaylik, misol uchun o'sha sentyabrda 15dan keyingi bugun pasportlarni tashlab qo'ysa, biz o'sha narxda uchiramiz. 3-sentyabrga 5-sentyabrga narx oshadimi, tushadimi? Farqi yo'q. O'sha odamlar narxlar $1000 dan baland bo'ladi. Oshadi, $1000 oshadi. Sizlardan hech qanday boshlang'ich to'lov talab qilinmayapti. Kunini aniq qilib pasport tashlab qo'yasizlar, bo'ldi. Shu holat. Keyin aka, xudo xolasa agar Termiz Jidda yo'nalishida 30-chiga reys qo'yganmiz, $1050 Termizdan so'raganlarga. $1050 qilib belgilagan. Termizdan Jiddaga uchadi. 50 boshi birga borib birga keladi. 30-avgustga. 30-avgustga. 8 kun qolibdi. O kuni kimdir kommentariyadan yozgan ekan. Surxondaryodan reyslaring bormadi yozgan podpisligimiz bor edilar. Mana misol uchun Voha tomonga ancha qulayliklar bor, xudo xolasa. Inshaalloh. Yana xudo xolasa keyingi videolarda chiroyli kontentlar, chiroyli ma'lumotlarni beramiz. Inshaalloh ko'rayotganlar obuna bo'linglar, misol bormoqchi bo'lganlar, tanish bilishlaringga misol tarqatinglar. Bunaqa narxlar xudo xolasa yo'q. Ochig'ini aytaman, har videoyimda aytaverib, misol uchun ko'rayotganlar bo'lsa, buni noto'g'ri tushunmaysizlar. Abdullahat bilan birinchi sezon emas, o'sha ikkinchi sezon ishlayapmiz. Inshaalloh birorta odam menga telefon qilib problema bo'ldi, muammo bo'ldi, boshqa bo'ldi degan narsa bo'lgan yo'q yaqinda. Bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarni Umra safariga borishlaringga sababchi bo'lsa, eng asosiy ishimizni bajardik deb o'ylaymiz biz. Xursand bo'lamiz yaqinda. Layklarni bosinglar, sog' bo'linglar. Joningiz sog' bo'lsin. Yaqinda keyingi videolarda ko'rishguncha.